Ko'zimizni oldiga bunday keltiringda Rasululloh kelib qolsalar. Oppoq chakmon, oppoq salla, qo'llarda hassa. Hammamiz bilan so'rashalmaydilar, u kim bilandir ro'para keldilarda. Qanday ham baxt. Shuncha odamning ichida bitamizga ro'para kelishlar. Iloji yo'q, so'rashamizda. Assalomu alaykum, vodiycha qilib. Mulozamatni joy-joyiga qo'yib so'rashamizda. Rasululloh aytsalar, ey falonchi, meni yaxshi ko'rasizmi desalar nima deymiz? Ha, devoralamiz. Ha, desak, meni yaxshi ko'rsangiz, mana soat 2 dan o'tayotgan bo'lsa, bugun meni esladingizmi desalar nima deymiz? Ey falonchi, xo'p, meni yaxshi ko'rsangiz, bugun menga salovat aytdingizmi desalar nima deymiz? Ey falonchi, meni yaxshi ko'rsangiz, nechiga kirdingiz? Ha, falon yoshga kirdim. Biror marotaba otam, onam fido bo'lsin sizga ya Rasululloh deb men sizni yaxshi ko'raman deganmisiz desalar nima deymiz?